O'sha ayollar bilan gaplashishni boshladi. Demak, nimadir ularda bor. Demak, ular unga siz ajoyib insonsiz. Siz oliyjanob erkaksiz degan ajoyib umrida eshitmagan gaplarni aytgandirki, ularga og'zidan so'lagi oqib, orqasidan ketib qolgandir. Shu narsani o'zingizga bundoq savol berib to'xta. Sen shuni aytasanmi eringga? Sen eringni qanchalik ajoyib inson ekanini, seni qanchalik qo'llab-quvvatlashini, hech bo'lmasa sevishingni aytasanmi? Yo'q, aytmaysan. Xo'p, demak, ana shu seni darsing. Demak, erkakka shu kerak. Shuning uchun u shunaqa qildi. Agar toki siz o'tirib olib, faqat xafagarchilikda o'tirib, uni azoblab, energiyangizni faqat xafagarchilikka sarflaydigan bo'lsangiz agar, bilib qo'ying, bunaqa erkakni bir harakat qiladi, ikki harakat qiladi, uch harakat qiladi. Kechirim so'raydi, lekin uje mana bu yog'iga kelasiz-ku, portlaydi-da, bor yo'qol deydi. Kimsan sen deydi. Kim что san meni xotirimsan, что san menga bolalar tug'ib bergansan, любой tug'adi deydi. Bilib qo'yinglar qizlar, sizlar o'zingizlardan yasab olmanglar tsaritsani, korolevani, erkakni jazolovchi bo'lib o'tirib olib faqat jazo beradigan kimsizlar sizlar? Kimmiz? Men o'zim haqimda ham hozir aytayapman. Faqat sizlar emas, men ham ayolman. Men ham ayolman, sizlarga o'xshagan har biringlarga o'xshagan ayolman. Men ko'rmaganmanmi xiyonat? Men shunaqa dahshatli xiyonatni ko'rganmanki, bu menga bir umrga dars bo'lgan. O'zingga hayot ana shunaqa. Sen bu yerda koroleva emassan. Mana bu korona chayini yech. O'zingga kelganda buni kibrchayni pasaytirib, ozgina buni ayol bo'lgin. Eringni yonida ayol ekaningni unutma. Erkakka ayol kerak. Erkakka erkak kerak emas. Kibrlanadigan, unga ukazlits qiladigan, uni jazolaydigan odam kerak emas. Uni tushunadigan, uni ilhomi bo'ladigan ayol kerak.